Qani bo'lmasa sanaymiz. Spalni, garnitur, tumba, teremo bo'ldi shekilli komplekt. Spalni garnitur, tumba, teremo. Kecha 6 soatlik mehnat. Polni razmerlarni chiqardim. Aytganimdek dushdan beri yog'iga polni to'sadigan bo'lib, shkafda o'zi tushadigan bo'ldi. Teremoni ichiga tiqilmaydigan bo'ldi. Teremoni alohida yasaladi. Spalni ikkala chekkasida tumbalari, teremo alohida. Xuddi o'shini sizlar bilan razmerlarini polni tushuntirib o'taman do'stlar. Qani bo'lmasa ketdik. Sizlar bilan Abdurahmon G'ofurov, Quvali Bona kanaldasizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Hozir bu ko'rib turganlaring shkaf. Beriyoq taraf dush, mo'shi dushga kirib ketish eshigi. Buni ochiladi-da, ichkarida keyin chap tarafda dush eshigi bor, xuddi o'shdan kirib ketiladi. Albatta faqat eshik bor. Keyin orqasida 50 joy ham qoldi. Bilasizlar, 1.16 deganman, mana 1.16 razmer o'zi eni. Dushda eni 1.16 bo'lgani uchun buni xuddi o'sha razmerga olib boraman desam, ancha katta bo'lib ketdi. O'shuning uchun buni 55 qildim. Enini 55 qildim-da. Orqasi ochiq bo'lib qoldi. Orqasini endi bir narsa qo'yadigan bo'lib qolaveradi. U prosta chuqur bo'lib ketdi, o'ta chuqur bo'lgani uchun boshqachasiga sig'dirib bo'lmadi. 55 buni enini qildim. Keyin e'tibor bersalaring 60, 60, 60. 3 ta 60 bor, bitta 30 bor. Bu 60 eshik, bu ikkala 60. Bu ikkala 60 shkaf. Ustivosh iladigan shkaf. Bu bo'lsa taklaydigani. Mana buni har bitta chizib qo'yganim. Bulari polkalar. Vanetigacha bitta bo'ladi. Bitta eshik, mattan bitta ochiladi. Bu tevasidagi yana bitta ochiladi. Polning uzuni e'tibor berishlari mumkin 2.75. 2.75 bo'lyapti, chunki o'zi bitta laminatning bo'yi 2.75 bo'ladi. Bitta butun laminat uzunasiga shunday qoladi. Endi pastiga sokul qo'ydim, onli sokul qo'ydim. Bu ikkala chekka polni tushadi, o'rtadagilar sokulning ustiga tushadi. Sokulda birinchi pastni karkas qilib aylantirib olinadi, ustiga bu yig'iladi. Nimaga? Olib kirish oson bo'lishi uchun sal kaltaroq ham bo'ladi. O'zi shunda ham 5-6 sm kaltarligi bor, 80 ga boradi-da o'zi uyda bo'yi. O'shunga ham osonroq bo'lsin deb xuddi shunaqa ish qilindi. Tevalari ham 60 dan. E'tibor beringlar, 60 lik joyga 58 u 4 lik polka tushyapti. Sababi 60 lik polka bo'lsa, mana 60 bo'lmaydi, undan katta bo'lib ketadi. O'shuning uchun bundan bitta laminatni haqqini olib tashlanadi, 1.6. Bundan ham bittani olib tashladik. 284 qoldi. 16, 1.6 sm bo'ladi. 16 mm olib tashlanadi. Bundan ham olib tashlanadi, bundan ham olib tashladik uni. Barchasini olib tashlanadi. O'shunda keyin polni razmeri 2.10 bo'ladi mana. 2.10 razmer xuddi shunaqa bo'ladi. Mana uni eshigini jicha kaltaroq qildim, 3 sm kaltaroq qildim. Hali gilam solinganda, bu qilinganda mana u eshik yaxshi ochilmay qolishi mumkin, tegib qolishi mumkin. Mana 1.96 ga 59.6. 1.96 4 sm kalta qildim. Bu degani mosokul bo'lsa, sokulda yarmigacha chiqadi o'sha degani. Eshikda e'tibor bersalaring 59.6 qilganman. O'zi 60 joyga 59.6. Sabab nima? Sabab zazor tashlab ketish kerak. Hali bir-biriga qirilib yopilmasligi uchun. 2 manetdan tashladim, 2 manetdan tashladim. 2 mm dan. Pashti yarim santimetr tashladim bitta. Pashti yarim. 4 mm tashladim. 59.6 qildim. Bitta eshik bundan. Endi 1.90 ga 29.8. 4 ta. Nimaga 29.8? 30 joyga baytda ham e'tibor beringlar, baytda bitta chok, ikkita chok, 3 ta chok bo'lyapti. 3 ta chokka 2 dan olib tashladim. 3 ta chokka 2 dan olib tashladim. Keyin ikkitaga bo'lib qo'ydim. O'shunda eshiklar 29.8 dan to'g'ri kelib ketyapti. Bu eshiklar 4 ta, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 4 ta uzunga. Keyin bu yerga 1.90 ga 29.6. Batda ikkita chok bo'lgani uchun mana o'rtadagiga kaltaga 29.6 bo'ldi. To'rab tashlandi xolos. Bundan bitta. Keyin tevadagi 75 ga 59.6. 75 ga 59.6 bo'ldi. Mana 75 ga bo'yi 75 bo'lyapti do'stlar. 59.6 degani bu bitta eshik bo'lyapti, mana shu bitta, mana shu bitta bo'lyapti. 75 ga 59.6, 75 ga 29.8. Bular ikkitaliklar. Ikkitaliklar mana 4 ta. Bunga ikkita, bunga ikkita ketyapti, 4 ta bo'lyapti. 75 ga 59.6 dan yana bitta ketyapti. U ham mana shu yerga ketyapti. Endi do'stlar, bu varag'iga o'tdik. Bu varag'i bizga nimalarni ko'rsatadi? Bu varag'i mana bu yerda spalniliki bu. 1.69 ga 50 spalni. 2.20 ga 30. Endi do'stlar, yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, YouTube'da shunday funksiya bor. Bunday ikkala qo'llaringni tortsalaring video yaqinlashadi, bilmaganlar uchun. Bu yerda ketdi mana. 2.20 ga 30.
30 bo'yi 220 uzuni bo'ldi. Bu ikkala oldi bilan teva bilan pastda ichiga tushadi yon bakaminalar. Keyin beriyog'i 1.64 ga 30 bo'lyapti. Mana detalirovka ketdi beriyog'ida endi 220 ga 32 ta, 1.64 ga 32 ta, 1.69 ga 51 ta, keyin 1.70 ga 1. Bu nima? Bu tevasi. Gul yopishtiriladigan yoki material qoplanadigan joy tevasi. Yotganingizda orqa teva xullas. Shu bilan buniki bo'ldi. Endi mana bu narsalar o'zimning uyda borligi uchun bitta o'rtaga tortiladi, ikkita yonga tortiladigan bo'ldi. Ichki lagalar bular. Bular yozmadim uyda o'zimizda borligi uchun. Buni ham agar sizlar yozmoqchi bo'lsalaring, detalni yozib qo'ysalaring bo'ladi. Endi bu yerda teremo ketdi mana. Teremo qana bo'lyapti? Xullas o'tirganda oyoq ichkariga kiradigan bo'lyapti mana. Mana bormas, bat yo'q. Oyoq ichkariga kiradigan bo'lyapti-da, ikkala chekkada ochiladi eshiklik. Teva 3 ta g'aladonli bo'lyapti. Bitta emasda 3 ta g'aladon tortmali bo'lyapti. Xuddi o'shini detalirovka qilamiz. 85 ga 35. Mana bu bakaminalar, 4 ta bakamina ketadi, 4 ta yozdim. 36.8 ga 35. 36.8 ga 35. Yana 35 bo'lyapti, nimani? Teremoni yana 35 bo'lyapti. Bu hozir 4 ta polka ketadi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta polka ketadi. Bo'sh polkani yozdim matga. 36.8 ga 12 ta. Bu sokollar. 10, 36.8. Bularga kronka bosilmaydi. Endi 310 ga 10. 310 ga 10. 310 ga 10 4 ta. Nima bu? O'zim ham hozir tushunmay qoldim buni. Sokollar razmeridagi narsa. 10. Bo'ldi. 310 ga 31 ga 10 xullas. 31 ga 10, 34 ga 10. Bular g'aladonni ichi xullas. G'aladonga 4 ta ketadi. Har biridan 4 ta bundan, 4 ta bundan qilindi. G'aladon 3 tali bo'lgandan keyin 4 ta emas ekan hozir. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 tadan bo'lish kerak ekan. Mana shuni adashib yozgani. 6 ta bo'lish kerak. 6 ta bo'lish kerak. 4 ta emas bu narsa. Bu to'g'rilanadi. Sababi hozir bizda 3 ta g'aladon bor, 3 ta tortma bor, o'shuning uchun 6 tadan bo'lish kerak bu narsa. Endi 1.30 ga 37. Bu lis nimasi? Teva tarafi, qo'l qo'yadigan joyi. 37 jicha oldiga chiqib turadi. O'zi 35 bo'lyapti. 3 sm chiqib turadi oldiga. Двойной 2 tali qilib turib kronka bostiriladi buni. 50 ga 40 eshikda. 50 ga 40 eshiklar. Mana shu ikkala eshik xuddi shunaqa razmerda bo'ladi. 19.8 ga 39.8 3 ta g'aladonlarni obshivkasi. 90 ga 1.30 bitta. Bu oyna tevaga tushadigan. O'shunda polniy uzun 1.70 bo'ladi do'stlar. Polniy uzun 1.70 bo'ladi. Mana shu teremoni manetini aytyapman men. Mana shu yerda 90 ga 1.30 bo'lsa, 90 taraf bo'yiga bo'ladi, 1.30 beriyog'iga bo'lyapti. Yana 1.30 mana uni. O'shunda polniy uzuni 1.70 ga to'xtayapti. Bu teremoniki. Endi ikkita tumba ketyapti do'stlar. Bu yerda mana ikkita tumbani detalirovkasi bitta. 35 eni bo'lyapti tumbani ham. 50 bo'yi bo'lyapti. 34.8 ga 35. Yo'q, 35 chuqurligi bo'lyapti ekan do'stlar. 34.8 eni bo'lyapti. Pashta bir xil. 35 ga 50 bakavinalar 4 ta ketyapti. Biz ikkita tumba qilamiz. Spaniyada ikkala chekkasida turgani ikkita tumba qilaman. 4 ta ketyapti. 34.8 ga 35 ikkita. Tayb nimalar? Bakavinalar. Taydi polka. Bakavina emas. 34.8 ga 10 sokol ikkita. 34.8 ga 35 ikkita. Bu yana polka. O'rtasiga polka tushadi bunday. O'shinga polka bu. 100 ga 36 ikkita. P kronka bosiladi deyapti mana. Bu nima degani? Tevasiga xullas ko'rgan bo'lsalaring, hozirgi yangi mebellarda tumbani polniga deta 1 metr chiqyapti-da, o'shinga svet o'rnatib qo'yishyapti, chiroyli nimalar bo'lib qolish uchun. Xuddi shunaqa narsa bu ham. P kronka bosiladi, 1 ga 36 chiqyapti bu. 36 ga 36 qo'l qo'yadigan joyi 2 ta. Bu ham P bosiladi kronka. 40 ga 35 2 ta. Bu 40 ga 35 eshik. Mana 4 taraf kronka bosiladi. Do'stlar, hozircha mana bunda shular. Xudo xolasa endi buni kestirib tayyorlashni boshlaymiz. Do'stlar, yangilik bor. Kuxinni zakaz olganman hozir. Borib o'shini o'lchab kelishim kerak.
Kanalga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin do'stlar. Foydali videolar chiqarishda harakat qilamiz. Mana o'zim ham detalirovkalar endi qo'ldan kelib, endi osonroq bo'lyapti. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Nechta laminat ketdi? Nechta laminat ketganini yozib qoldiringlar. Men polniy detalirovka qildim. Keyingi videoda yoki kommentariyada yozib qoldirsalaring, men yozib qo'yaman. Nechta laminat ketdi, qancha kromka ketganini.